iPhone 7 Pro Max orange uncha qiziq emas. Bizga mana bu qiziq. iPhone Air Black. Qorasini ola qoldim. Misr bo'lmasin bu yoq. Bismillah. Korobkasi ingichka juda ham. O'zini ko'ramiz hozir. Wow. Вообще ingichka gibi. Bunga ham pitaka zakaz qilganmiz, hali kelgani yo'q. Yangi model bo'lgani uchun. Yani ingichkaligi bilinadi. Bizda Samsung Z Fold 7 bor. Shuni ingichkaligi bilan solishtirib ko'ramiz. Bu turi 2 mm, bu 5-6 mm. Ingichka, lekin buni Foldni bunday yopganimizda ancha qalin bo'lib qoladi, lekin ochganimizda Fold Airdan ham ingichka. Kamerasi juda katta. Hop, keyin bu yoqda nima bor? Original zaryadchiga, Pro Maxga Apple o'ziniki, keyin mana bu yangi chiqqan zaryadchi 40 wattlik, 60 wattgacha beradi, dinamik adapter. Va bunisi menga o'zim mana buni ishlatganim uchun shu pitaka yoqdi, lekin buni ham ochib ko'ramiz. Tekwoven case. Plus mana shu. Endi mana buni eng ingichka bo'lgan shu paytgacha Apple o'zining ingichka telefoni iPhone 6 bilan bir xil bo'lgan iPhone SE Product Red bor edi. Ko'rinishi deyarli bir xildek. Lekin bu ingichka Air. Mana shu raspakovka.